Obunachilar videoni diqqat bilan ko'ringlar. Birdan like'larni bosib tursanızlar, men sizlarga zo'r yangilikni aytaman. Orqamda ko'rib turgan bo'lsangizlar, har avtomobilning oldinda 3 baklashkadan suv turibdi. Ko'rib turgan bo'lsangizlar, bu yerda 2 Malibu, 2 Gentra, 2 dana Spark turibdi. Aynan ina shu yangilikni sizlarga yetkazish maqsadida to'g'ri soatdan Qo'shko'pirga keldim. Nima uchun desa, ya'ni bu yerga kelib turib, ina shunda milliy brenddagi suvlarni xohlasangiz bir baklashka olinglar. Xohlasangiz 2 baklashka suv sotib olinglar. Lekin 3 baklashka suv sotib olsangizlar, zo'r aksiya ishtirokchisiga aylanasizlar ekan. Ya'ni bu aksiyada yana ko'rib turganlaringiz 3 baklashka suvni 200 ming so'm sotib olasizlar. 2 Malibu, 2 Gentra, 2 dana Spark. İsmail yana ne olama? Jami 2006 dana adam yutuqli bo'ladi aksiyamizda. 2006 dana adam ha? 2006 dana adam. O'zi necha odam qatnashadi? 6000 adam qatnashadi. 6000 odamdan 2006 odam 6 adam shu ko'rib turgan mashinalarning egasi bo'ladi. 1000 odamga keyingi aksiyamizda raqam yutib oladi. 1000 odam bundan keyingi turdagi aksiyalar ishtirokchisi bo'ladi. Ava. Yana 1000 odam 200 ming so'mdan pul yutuqina ega bo'ladi. Yana 1000 odam. Ava. 1000 odam 200 ming so'mdan. Ava. Jami shu jami necha odam bo'ldi? 2006 odam bo'ldi. 2006 odam do'stlar yutuqli sovrinlar ishtirokchisine aylanadi ekan do'stlar. Sizlar ham shoshilib qolinglar. Bor yo'g'i 3 baklashka suvni sotib olasizlar, hem toza mineral suvlardan ichib sog'lig'ingizga foyda olib kelasizlar. Ham desa yutuqli sovrinlardan biri sizlarniki bo'ladi ekan.